Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, qadrli tinglovchilar. Yana siz bilan ijtimoiy tarmoqlarda yo'lga qo'yilgan tabrik loyihasidan sevimli boshlovchingiz Baxt bilan birgasiz. Bugun yana bir bor qalblarga quvonch ulashamiz, samimiy so'zlar ila dillarga yo'l topamiz. Har bir tabrik mehrdan yozilgan bir maktubdir. Har bir tilak qalbdan chiqqan eng pok tuyg'u. Biz bilan birga bo'ling, quvonchlarga sherik bo'ling. Dil so'zlaringiz sizni ilhomga chorlasin. Yaxshi kayfiyat, samimiy lahzalar barchasi siz uchun. Bizdan uzoqlashmang. Hali oldinda eng go'zal tilaklar, eng samimiy tabriklar sizni kutmoqda. Assalomu alaykum. Va alaykum. Baxtiyor Attani telefon raqamlarimi? Havo. Yaxshimisiz? Kayfiyatlaringiz yaxshimi? Rahmat. Sizga doimo sog'lik, qalb xotirjamligi va yuzingizdan tabassum arimasligini tilab qolamiz. Har kuningiz barakali, har qadamingiz xayrli va fayzli bo'lsin. Ayni damda siz bilan ijtimoiy tarmoqlarda yo'lga qo'yilgan tabrik loyihasi boshlovchisi Baxt aloqada. Bugun siz hayotingizning qutlug' va sharafli 60 yoshini qarshi olyapsiz ekan. Tavallud ayyomingiz muborak bo'lsin otajon. Rahmat. Bu yosh ortda qolgan umr yo'lida shukur bilan nazar tashlaydigan, yig'ilgan hurmat, tajriba va ezgu amallarning samarasini ko'radigan go'zal fasldir. Eng ulug' ne'matlardan biri payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamga ummat bo'lib yashash baxtiyle yana bir bor tavallud ayyomingizni qarshi olayotganingiz alohida saodatdir. Alloh taolo qolgan umringizni ham mazmunli, barakali va nurli qilsin ilohim. Amin, rahmat. 60 yoshga kirib ham oilangizga suyanch, farzandlaringizga ibrat, yaqinlaringizga mehr manbai bo'lib yurganingizni tahsinlashga arziydi. Sizning hayotingiz, tajribangiz, samimiyligingiz va duolaringiz oilangiz uchun katta boylikdir otajonim. Yangi yoshingiz sizga uzoq umr, mustahkam sog'lik, qalb xotirjamligi va ko'plab quvonchli onlar olib kelsin. Farzandlar va nebaralar kamolini ko'rib, ularning baxtidan bahramand bo'lib yuring. Amin, rahmat. Otajonim, aytingki, mana shu samimiyatga to'la qalbdan chiqqan tabrik qaysi yaqinlaringiz nomidan yo'llandi deb o'ylaysiz? Taxminlaringiz bormi? Albatta. Kim nomidan deb o'ylaysiz? Ayta olasizmi? Xayolingizga kimlar kelmoqda? Bilmedim, endi ag'aylarning biri o'shalarda. Qizlarim bor, qarindoshlarim bor, aqliqlar bor, Xudoga shukr. Sho'ra yo'ldosh bor. Ko'proq kimlar siz mana shu bo'lsa kerak deb taxmin qilayotganingiz kim? Kim bo'ladi? Qaydan bilayin, Unda otajon, sizni ko'p ham qiynamasdan aytaman. Sizni juda ham yaxshi ko'radigan singlingiz, qarindosingiz Ramiza opa nomidan edi. Bo'ldi. Qarindoshim ova. Bo'ladi, rahmat. Havasiga arziysiz. Otajonim, sizning qalbingizni yanada quvontirish niyatida yuraklarning eng chuqur iliq joyidan sizga atab yana bir samimiy tabriknoma yuborishgan edi. Uni sizga o'qib eshittirsam maylimi? Eshitishga tayyormisiz? Mayli. Assalomu alaykum mehribon akajonim Baxtiyor aka. Bugun qalbim juda hayajonli, chunki hayotimdagi eng qadrli insonlardan biri, bolaligimning suyanchi, har doim menga mehr va himoya bergan akamning qutlug' 60 yoshi qarshi olayotgan kun. Akajon, siz men uchun nafaqat aka, balki otadek mehribon, maslahatgo'y va har doim yelkamga tayanch bo'lib kelgansiz. Bolaligimdagi shirin xotiralarimiz, birga kulgan onlarimiz, sizning menga qilgan g'amxo'rliklaringiz hech qachon yodimdan chiqmaydi.
hayot davomida oilangiz uchun fidokor bo'ldingiz. Farzandlaringizga munosib ota, yaqinlaringizga esa ishonchli suyanch bo'lib yashadingiz. Sizning sabringiz, mehnatsevarligingiz va oqko'ngilligingiz har doim bizga o'rnak bo'lib kelgan. Eng ulug' ne'matlardan biri payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamga ummat bo'lib, mana shunday qutlug' 60 yoshni qarshi olayotganingiz ulkan baxtdir. Allohim qolgan umringizni ham mazmunli, barakali va xayrli qilsin. Doimo sog' bo'ling, qalbingiz xotirjam bo'lsin. Farzandlaringizning, nevaralaringizning kamolini ko'rib, to'ylarini ko'rib o'tiring. Ularning baxtidan quvonib yuring. Yuzingizdan tabassum, xonadoningizdan fayz va baraka hech qachon kamaymasin. Tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Qadrligim, siz biz uchun juda azizsiz. Sizni juda ham yaxshi ko'raman deydilar. Rahmet. O'zida sog' salomat bo'lsin, bola chaqasini oldinda amon bo'lsin. O'qishning iratini ko'rsin. Amin. Aytganingiz kelsin. Otajonim, suhbatimiz esdalik uchun yozib olinmoqda. Sizning ham boshqa yaqinlaringizga, do'stlaringizga, farzandlaringizga va singlingizga qalbingizning eng chuqur joyidan chiqqan tilaklaringiz, duolaringiz, so'zlaringiz bormi? Bemalol aytishingiz mumkin. Hamma og'aynilarim shu sog' salomat bo'lsin, dinsoqliklari betgan bo'lsin, shu semyasining oldinda amon bo'lg'ay, sog' salomat bo'lg'ay bari. Amin aytgan. To'ylarda ko'rishgaymiz. Ilohim. Siz ham yaqinlaringizning, singlingizning, oilangizning baxtiga sog'-salomat bo'ling. Otajonim, yana bir bor tavallud ayyomingiz muborak bo'lsin. Bu samimiy tilaklar singlingizning beg'ubor mehri va ezgulari sizga yo'llandi. Qalbingizdagi orzularingiz ushalib, xonadoningizdan quvonch, baraka arimasin. Hurmat va ehtirom ila ijtimoiy tarmoqlarda yo'lga qo'yilgan tabrik loyihasi jamoati xizmatingizda bo'ldi. Tug'ilgan kuningizni yaxshi o'tkazing. Salomat bo'ling. Bo'ladi, rahmat. Hammasiga azizsiz, salomat bo'ling. Keldik yaqinlar bugun, tavallud kuningiz muborak. Aytib tilaklar bugun, tavallud kuningiz muborak. Yaxshiliklar nasib qilsin siz uchun, Alloh uzoq umr bersin siz uchun. Baxtimizga omon bo'ling biz uchun, tavallud kuningiz muborak. Baxtimizga omon bo'ling biz uchun, tavallud kuningiz muborak. Tavallud kuningiz muborak. Tavallud kuningiz muborak. Bu kun didorga bir bahona, sof ko'ngillarga to'ldi bu koshona. Shukrona kun bugun bo'lsin shohona.